Assalomu alaykum arkadaşlar. Biz aldığımız saat dersi Word'ninki şu keşi yani başlaş turi yani başlaş tizimiga hem asas qismlarini bir oqib so'zlab chiqqan. Endi hozirgi 4-parcha film yani bugungi darsimiz bo'lsa charo tizimiga. Endi bu charo tizimiga charo degandan keyin tarjimasi qisqartirib men chiqdi. Bu charo tizimining paytida biz nima ishlarni qila olamiz degan vaqtda mush Word'ga mazmun qisqartirish munosabatli hamma narsa bor. Masalan, bet qisqartirish, jadval qisqartirish, rasm qisqartirish, shakl qisqartirish, diagram qisqartirish, bet numar qisqartirish, bet üstü asti qisqartirish, vaqt va chislo qisqartirish, alohida harflar yoki harflar qisqartirish, yoki obyekt qisqartirish, yoki husnxat qisqartirish, yoki tekstni qisqartirish, yoki ularni qisqartirish 10 necha xil qisqartirish hammasi mushu charodan chiqadi. Tushunish bo'ldimi? Tushunib bo'ldi. Endi bu charoga kirsangiz bu yerda bet, jadval, anonda kelmaydi. Chato yani qo'shimcha suratlar, anondan keyin ulanma, bet usti va bet asti, tekist, yani foqav yani harflar qatorliq 1 2 3 4 5 6 7 asosiy turga ayrilgan. Buning ichida har bir asosiy rayonning ichida, har bir asosiy turning ichida mushtur munosablik doiralar chiqadi. Masalan, bundan birinchisi mayat 7 turdi va yani bet. Buning chiqasini 3 dan tur bor. Bundan 3 dan turning ichida birinchisi mushu Word o'zi ta'minlab bergan mushu rasmni o'zi chiqqan bet shakli. Buning ichidan biz xohlagan nusxani yoqtirgan bo'lsak, o'zimiz yoqtirgan nusxani mouse'ni birini chekib muqimlashtirsak bo'ldi. Masalan, bundan mouse'ni tanlab berdi, ha. Buni birini chekdik. Chekkandan keyin mushkil nusxadagi betni qistirib berdimi? Endi bu yerga o'zimiz tekstni yozib, bu yerga mazmunlarni yozib, ma rasmlar almashib ishlashga bo'ladi. Masalan, ma rasmni birini chekdik. Chekkandan keyin mesela resim çekkendan keyin resimniki makayinda go'shis va resimniki go'shisdan buni o'zimiz xohlagancha o'zgartirib ishlashga bo'ldi. Hozir resimniki 6 tayyor materialga o'zgartirib bo'lmaydi ekan. Endi men asosiy xatlarga mayaga mousni chekib o'zingiz xohlagan xususin bo'ldi. Masalan, Muşunun o'xshash o'zimiz xohlagancha yezib ishlashga bo'ldi. Bumi Word o'zi ta'minlab bergan tayyor bet materiallari. Tushunish bo'ldimi? Tushunib bo'ldi. Unda bo'lsa buni oldingi bet suyini qaytarib o'tib, endi bet qismlarga qaytarib o'tlaylik, ha. Endi yeni charo'nchidan ikkinchisi quruq bo'lgan bet qistirish. Masalan, biz mayaga mushu ikki qo'l xatning o'ttirisiga mouse'ni chekib mayaga. Mouse'ni chekkandan keyin bu yerdan oq bet degan besratdik. Besratsak qanday bo'ldi? Oq bet. Hozir ustinki qurmayada, astin qurmayada. Mushning o'ttirisiga quruq betning birini qistirib berdi. Demak, ikkinchi betni qistirmay shunaqa. Hozir umumiy 3 bet. Tushunish bo'ldimi? Undan olsa bunu mu qaytib ketdik. Endi bu yerni besrasangiz 27 neda fenye yani bet ayrışa. Bunu birini besrasangiz bet ayrıydı. Ma üstünki qor ayrı. Biz mouse çekkendan başlab aslanqisi ayrı bet qilib ayrıydı. Tushunish bo'ldimi? Bu fenyeniki yana bir usuli bor. Nayt asan. Buni yana bir usuli bor. O'shaga siz kuntaxsin kontrol bestirib enter besrasangiz tüp tuzab aslanqa tushib ketadi. Mouse'ning o'rni. Tushunish bo'ldimi? Lekin siz kontrolni basmay, enterni birdan bassangiz bu vaqtda qurmi qurishadi. Lekin kontroldan enterni ikkisini barax bassangiz bu vaqtda mouse nerede bo'lgan bo'lsa, mouse'ning ko'rsatkichi shu yerdan tüp tuz astiga tushib ketadi. Tushunish bo'ldimi? Tushunib bo'ldi. Mana o'xshash.
Şunu bilan mana bu Y tugidi yani senga. Ha, endi yana aslanqi yani keyingi mazmun. Buyoqi jadval. Choronchilikka 2-cho'ng rayon buyoqi, ha. Biz bu buyoqni bosgandan keyin bizga mana tarmoq ko'zdan chiqib turdi. Bu tarmoq ko'zlarning ichida bu yerda katashakil turgan hammasi jadvallar. Jadvallar. Jadval qismoqchi bo'lsak, bu yerdan o'zimiz manchqor, manchston deb tartpasak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, aslidagi charo buyoqi degan mau 4 ta xatni, ya'ni jadval qismiga 4 ta xatni biz orqaliqmi jadvalniki, ya'ni manchqor, manchston deb yozilgan yezib berib ko'zga echildi. Manadek. Ya'ni 5 qor 2 ston ekan, buni o'zimiz xohlagancha yezib bersak bo'ldi. Bu yerni qissak bo'ladi. Yoki bo'lmasa Kuyici buyoqi, ya'ni buni bossak, mouse qalamchaga o'zgaradi. Mouse shakli qalamchaga o'zgargan vaqtda birdan tortib berib sizsak bo'ladi. Endi ma'lum qilsa, Excel degan buyoqi, ya'ni Excel'ninki elektron jadvali. Buni besh orqali Excel'ning jadvalini sizishga bo'ladi. Excel jadvalini qisishga bo'ladi. Mana Word'ga Excel jadvalini qisib ishlasak, Excel'ning barliq formulalarini mushu Word'ning o'zi ishlatishga bo'ladi. Tushunish bo'ladimi? Biz Excel'ning formulalarini Excel chiqarib so'zlaymiz. Endi men asliksa qo'yasi buyoqi, ya'ni tiz shakldagi jadvallar. Mana hammasi o'zi tamlabgan tiz shakldagi jadvallar, ha. Qolgan tanlagan gumay chiqarib berdim-mi? Mushuning ichidan o'zimiz qolgan turlarni talab ishlatish bo'ldi. Masalan, macharonchilikka, buyoqning aslidagi ma'raylarni. Shundan jadval qisish jarayoni bu tugida jadvalniki keyingi buji, masheji bujilarni biz yana davom ettiramiz, ha. Men jadval buni hozir jadval qisishning oldingi bosqichga qaytib ketay. Men charonchi kirib jadvalni bosdik. Bu yerdan biz 5 ston 8 qo'l jadvalni bilan qurdi. Mouse'ni chekmay turib 5 ston 8 qo'lliq egilib mouse'ni chekasini bo'ladi. Ma'lumotga. Yoki bo'lmasa bu yerdan mouse'ni mashal biyosa chekib 5 ston 8 qo'l bilan tortib unga mouse'ni qo'yasini bo'ladi. Tushunish bo'ldimi? Tushunib bo'ldi. Yoki bo'lmasa yana charonchidan buyoqqa kirib aslidagi charo buyoqni besatdik. 5 qo'r managa 8 ston. Biroz bosaq men o'xshash jadval qurdi. Tushunish bo'ldimi? Ha? 8-chi? 8-chi qilib bo'ldi. Endi buning o'zi mayning o'zida ekran patqancha sizalaymiz. Masalan, mouse'ni chekib tortib berdik. O'ziniki mushu ko'znakda ta'minlangan bo'yicha sizalaymiz. Lekin charonning ichiga buyoqqa kirib, charo buyoqqa kirsak, bu yerga 40, bu yerga 80 yozdi. Bo'ldimi? Bu kadar nima arim cho'naymansangiz patmaydi. Endi biz majlidan ijodla. Biz hozir 5 ston 7 qo'lliq jadvalni birisi oldik. Bu jadvalni olgandan keyin endi biz bu jadvalni narini tunishtirgan vaqtda men oxirida qarasam shu jadvaldan bu jimashni tunishtiramiz. Men charonchilikka ikkinchi jadval men bu yerga tugdi hozirimda. Yagonsa biz mouse maya chekib o'tdik, ha? Maya chekib. Buyoqni xuj buyoqni besib, mouse qalam o'zgardimi? Bu yerni birdan tortib birdan tortib bersak bo'ladi. Tushunish bo'ldimi? Tushunib bo'ldi. Xo'sh. Endi men mouse'niki belgisi qalam shaklda. Lekin
siz yezib kirgizmoqchi, yezib kirgizgan avvalga ketmoqchi bo'lsangiz, mushu shejinin ichidagi qo'shib yog'dirganni birini besib olsangiz, bu talash bekor bo'ladi. Shuni men qiyin belgisi yezib kirgizsa oldi keldi. Tushunish bo'ldimi? Endi biz mana jadvalni yana tanlab o'chib o'tdik. Bizning endi so'zlarni shejini boshlab so'zlaymiz. Jadvalninki mana charonchiki jadval tugidi. Endi shejini boshlab jadvalning shejini boshlab so'zlaymiz. Mana shejining buji mousni masterjik baqli. Bular yo'q edi. Endi mushu keyniki mau jadalsham, ya'ni mushu qo'shilgan programmalarniki men tanlash kartalarining keyingi ma o'ringa chiqadigan ko'zinglar. Go'shi, sheji, buji degandek turlar chiqadi bu yerga. Ana bu yerga chiqadigan turlar qaysiga chiqadigan vaqtda biz qistirgan jadvalninki yoki qistirgan jadvalninki yoki rasmninki yoki shaklninki yoki o'zi ta'minlab bergan har xil diagramlarninki yoki tubyav, ya'ni boshqa statistik diagramlarninki yoki bo'lmasa tiksamkisi, o'sni xib qatorlarninki mush keyniga turlar chiqadi. Siz xohlagan shu qistirqi bilan mavzuni boshqa chiqasin ko'rmaydi. Mavzuni qistirgan mazmunni birinchi tanlagandan keyin anakin chiqadi. Tushunish bo'ldimi? Tushunib bo'ldi. Xo'sh. Undan sonra biz hozir jadvalninki shejini kiramiz. Jadvalning shejini besansa resim qistirib, resmning shejini chiqib o'tirmoq, ha? Jadvalning shejini kiramiz. Kirgandan keyin bu yerda mal qo'ralmashtirish. Shundan keyin biz hozir bu yerdan avval mau biyog'u yangi, ya'ni jadvalninki shaklini tanlab beriladi, ha? O'shaning uchun o'zimiz yoqtirgan turlardan tanlaydi. Masalan, mana tanlab boqli. Endi buni bosdik, mana qurniki tanlash olmasdimi? Mana bosgandan keyin hozir qarang, so'ngga. O'rni o'zgarish bo'ldimi? Birinchi soniki, ha? Azroq bo'ladi. Ma eng beşinchi soniki. Ma aslanqi, ma turniki. Boşuna boşaş. Anandan keyin buning o'zi. Hozir bizda bitdiq jadvalning shakllari. Moshina uchun o'zingiz yoqtirganlarni tanlab ishlasangiz bo'ladi. O'zini aslatim mening shu, ha? Tushunish bo'ldimi? Xo'sh. Endi bu yerga yangishining ichida bu yerda men jadval shakllaridan boshqa o'ng tarafda bundan ikki tur bor. Mousni ushlab olganlar mousni qo'yib beringlar, ha? Elima diqqat qilmaysizlar. Bu yerga yangishining ichida men jadval shakllaridan boshqa bu yerda divan bilan divan ikki tur bor. Bu divan degani o'zi biz shu mouse chekib qo'ygan katashiniki tayinli rangi o'zgardimi? Yoki bo'lmasa biz tanlab olgan katashniki tayinli rangi. Yoki bo'lmasa biz hozir jadval tanlaylik, mayli besib. Tanlab olgan jadvalniki tayinli rangi. Tushunish bo'ldimi? Tushunib bo'ldi. Xo'sh. Anandan keyin yana siz rang berib qo'ydingiz. Rang berib bo'lgandan keyin bu rang bekor qilmoqchi. Bekor qilmoqchi bo'lsangiz, mush rang berib bo'lgan doirani tanlab olgandan keyin divani bossiz, ostidagi mana bu yerni besib olsangiz, buningki mana tek rangi bekor bo'ldi. Tushunish bo'ldimi? Tushunib bo'ldi. Xo'sh. Endi mana bu yerga nimalar bor? Biz umum katashni tanlab o'tdik, ha? Jadvalni. Men birinchi bilan tanlaydi. Bu yerga ichida bundan tanlab bor. Buni bosdik, ostiziq ko'rinmadi. Mana bosdik, ustiziq ko'rinmadi. Mana bosdik, sol tarafsiz ko'rinmadi. Agarda buni ispasak, o'ttir bundan tiksiz ko'rinmaydi. Tushundingizmi? Buning o'zi siziqlarning ko'rinmasligi masala. Bu yerda mavi so'yak o'shan bir yerni besib, ya'ni ba'zi siziqlarni besib, hamma siziqlar ko'rindi. Andan keyin endi biz yan to'siq chiqarmoqchi. Ma ustidan motorlarga biz yan to'siq chiqarib boqaylik. Bu yan to'siqni bosaqlar yan to'siq chiqadi. Endi mana tanladik.
Kontaksini konjun bestirib, maqib qalsin, yana men talab berdik. Bu ishni bir xil talab bilan men basak ishlamdi ekan, ishlamaydi ekan. Buna bo'lgandan keyin yana yakkalatda talab beramiz, ha? Biz bir xil talab qo'ygan buni. Şu an ko'ngliki olti mush. Maqsad mana gulsiz ish emas shu, lekin bu sizlarni ishingiz o'rni o'zini bilib olsangiz bo'ldi. Masalan, men dayerdan hamma chekib men o'ttirsam elib o'tay. Mesela men ustiga yana to'siqni beni qo'ydik. Mayag bir bilan yozg'ich chiqdi-ku. Endi yo'qlim jadval sizdan yo'qlim jadvalning ustida yana to'siqlar bor-ku. Biz uni yo'qlim jadval ishlagan vaqtda tafsil to'xtalamiz, ha. Bu ishdan foyda chiqib bo'ldi. Undan boshqa. Buni o'zi. Yani ma'nodagi ayirishsizga. Bu jadval ayırmaydı. Jadvalning ichidagi mazmunlarni ayirib chiqib turdi. Masalan, menga bir mazmun yozdik. Ondan keyin buni qisirtdik. Yana buni ichiga yozsangiz ayirib chiqib turdi. Tushunib bo'ldimi? Tushunib bo'ldi. Xo'sh, bunimi asli qadib turdi, ha? Endi bu yerda yana men qo'yib bergan bir yerdan o'xshash endi mayda narsa bor. Shaka ma'lumotchan. Hozir men shaka ma'lumotchan tanlagan ahvoldimi? Tanlagan bo'lsa, ma'nodek bo'ladi. Men qanday ekan? Tanlanmagan ahvolda, shunaqa tanlanmagan holatda hozir. Ha, tanlanmagan. Biz buningki Mao dairning o'ttirsizligini elitli. Buni besib. Buni qasal o'ttirsiz ko'rindimi? Ko'rinmadi. Ana bu yerda men shaka ma'lumotchan besib. Endi ko'rindimi? Sizning izi chiqib turdi. Siziq bormizmi? Sizning izi chiqib turdi. Nima boshqa qilib qoldi? Men siziq bormi, yo'qmi deb o'ziga biz miya o'ltamay o'dil mashan talabasini bo'ldi. Tushunib bo'ldimi? Endi yana buni besitlar, ha. Men siz yana Biancon Xdiven. Buningki ishlatish doirasi kengroq. Bu Biancon Xdivenda bu yerda 3 xil ishlatish usuli bor. Buni da Biancon. Bu Biancon mazmunniki ramkasi. Yemen Biancon bu betning ramkasi, bet atrofi. Deyin bu mazmunniki ham yani asosan mazmunniki qatash bo'lsa bu mazmun bo'ladi. Mazmunniki tekti. Buni da endi Biancon kirdik. Biancon kirgandan keyin biz sizlarga qip-qiziq qilib mas'ullar o'rniga talab berdik. Endi cho'zim besitli. Bezgan o'zgardimi? O'zgardi. Xo'sh. Unda bo'lsa, biz mayga mesela maqat yozib olgandan keyin buni o'zini tanlab oldik. Shunaqa tanlab olgandan keyin bayatning o'rnida Biancon Xdiven yo'q. Lekin men yemen bujun ichida yemen Biancon ko'rdingizmi? Ha. Mujni basqandan keyinmi bayatning o'sha yiyon mazmun chiqdi. Tushunib bo'ldimi? Tushunib bo'ldi. Endi biz buni ramkaga olamiz. Mushu xatni o'zini ramkaga olamiz. Bu yemen bujun ichidan yemen Biancon basaq, udul buning ichiga ikkinchi karta yemen Biancon degan kartani echib turdi. Endi biz bundan Biancondan turkirimiz. Men yemen Biancon bu men mazmun bilan munosabatsiz. Betning atrofini chiqib tushunaman. Betning atrofiga ramka chiqib. Biz mushu Biancon, ya'ni hech qanday Biancon emas, faqat Bianconlar bor, tushundingizmi? Mush Biancon o'zini tanlab, undan keyin bundan Fancon degan tanlab berib,
muqimlashtirsak, buni atrofini ma'nodek rang qo'yib turdi. Yoki bo'lmasa biz buni qayta o'zgartmoqchi. Ma'nodek uzsiziq rangi qip-qizil rangda. Bien kon beşatım bu. Bana şimdi ha. Yemeği bien kon emas, bien kon şimdi. Mazmunun kiramkisi. O'zgardi mi? O'zgardi. Xo'sh. Esingiz olsin, bu jadal emas. Jadal emas. Keyniga shejilan vujud chiqmaydi, tushundingizmi? Tushundim. Xo'sh. Hamda yine gapimiz davom kelsak, jadval tiq tugmadi. Jadvalniki mana shejiz ishidan mana buyonga kiramiz. Hamda mana divan kirsak, bu yerda rang tanlab berdi. Chiqdimi? Chiqdi. Yoki bo'lmasa bir nechta kerakni tanlab etli. Bir nechta kerakni tanlab etli, ha? Chiqdimi? Chiqdi. Siz mouseni birinchi chekib qo'yganning o'zi bir jadvalga qo'ydi. Shunga siz ayrim kataklarniki tayyorlangan o'zgarmoqchi bo'lsangiz, shu ayrim tanlaysiz kataklarni. Tushundingizmi? Unda bo'lsa, buning yana boshqa shakllari bor. Bu yerda rang bunda bo'lsin. Bak şimdi bo'lsin, qumdanchilardek. Chiqdimi? Shunga o'xshash, ha? Shunga Biankan tugidi. Ma jadvalniki, ma Biankanni ma divan. Ana betning atrofini biz yemeğe buju chiqqanda so'zlaymiz betning atrofini. Tushunish bo'ldimi? Xo'sh, endi ma shuni bilan ma jadvalniki shejinchidiki yo'g'i yaxshi tugidi. Endi keyingisi xush Biankan. Bu yerdan asosan biz nima ish qilamiz degan vaqtda jadval uchirdigan, yani jadval kating uchirdigan, jadval sizdigan xizmatdan berish bo'ldi. Xutu Biankandan. Bundan jadvalniki sizning shaklini tanlaymiz. Bu yerdan sizning tomdan tanlaymiz. Ma qalam bundan sizning rangini tanlaymiz. Andan keyin ma'u xuji biyovga degan qurol tanlagan vaqtda mouse mana qalam o'zgaradi. Endi mushu ilgirki sizning ustiga bosib sizning bo'laverdi. Yoki o'zingiz ayrim siz xizmatchi bo'lsangiz, ayrim topsizsin bo'ldi. Tushunib bo'ldimi? Tushunib bo'ldi. Endi siz jadval uchirmoqchi. Mol uchirmoqni besib, ma'lum doirani shundan tanlab oldik. Bu yerdan necha kun tanlandi? 2 qor. Buni besib o'yshdimi? O'shdi. Xo'sh. Undan so'ng o'ttirdan talab qilib o'yshdimi? O'shdi. Xo'sh, o'shdi. Demak, buni urilishi. Bunimi birinchiga talashmaga yoqdi. Shundan jadvalniki sheji sugdi. Ham jadvalning bujusi. Jadvalning bujusi. Jadvalning bujusi kirgandan keyin bu hammasi bujugan o'zi nega bog'li? Buniki o'rinlashtirish deb men chiqdi. Jadvalni asosligi shu birlashtirish, o'chirish, tanlash, qistirish degandek shu o'rinlashtirish xizmatlar bor. Bu yerda. Bu yoqda edi, yani jadval. Xon xillidan, ya'ni qurvason. Qilib yani birlashtirish. Yangi dashav, yani katakchilik cho'ng'ishligi. Büyük function, yani obyektniki o'rni, yani ishki jismni o'rlashtirish. Mazmun o'rlashtirish, yani shu joy, yani saliq ma'lumot. Qatorliq 1 2 3 4 5 6 asoslar bor. 6 asosiy arayin bor. Buning ichidan mana bu yo'l jadval kelsak, bu yerdan birinchisi tanlash. Men mouseni ikkinchi qo'rninki
3-chi stonga, ya'ni ikkinchi qo'rninki 3-chi ston tanlab qo'ydim-ku. Bu tanlashdan mana shuningizning ichidan bu yerdan shuningizda yonga buni bosdim. Jadval tanlandimi? Tanlandı. Endi bu yerda men shuningizga, yana bunchakdan qo'rtalanma ston tanlandimi? Yana shuningizga xon. Buni bosdim. Xon tanlandimi? Qo'rtalandimi? Qo'rtalandimi? Xo'sh. Endi yana shuni bu yo'ga. Buni masqan keyin butun bir jadval tanlandimi? Jadval tanlamoqchi bo'lsangiz, mouse bir tanlasangiz bo'ldi yoki bo'lmasa, men bir cheksin bo'ldi. Tushundingmi? Tushundim. Xo'sh. Endi mana nima deydi? Shaka Vanglushan, ya'ni to'g'risini ko'rish, buni o'zi biz bayatın sözünün ichidagi bu yerdan so'zlab qo'ygan. Hozir tanlagan vaqtda tanlagan oldimmi? Tanlagan oldimmi? Unda bo'lsa, biz bayatın tanlab qo'ygan mana. Men tanlamay vaqayimda. Ham tanlamadi-ku? Men kelsak bu tanlandimi? Yo'q. Tanlanmabdi. Buni qayta so'zlab o'ltirsam bo'lamdi ekan. Bo'ldi-ku. Bayatınga o'xshash, ha? Endi shu o'shan jadvalning xosligi. Jadvalning xosligi buni bir chekkandan keyin chiqadi. Ya'ni jadvalning ichiga ma'lum chekib, bujun ichidan shushan basın chiqadi. Yoki jadvalning ustiga ma'lum 10 chekkandan keyin mana ko'rdingizmi? Bu yerga shushan, ya'ni jadvalning xosligi, ha? Buni basın chiqadi. Bu jadvalniki xosli nimalar bor degan vaqtda jadvalni o'rlashtirishi, ya'ni jadvalning xosligi, qo'rning xosligi, sunning xosligi, katashning xosligi, qatorliq xoslar bor bu yerda asoslangan. Bularni men hozirmay ayrim to'xtay, men aslini tanlab maykechi. Butun mazmun uchratdim. Aslida oddiy jadval bir sizayamdi. Kichik qilib. Buncha bo'lsin. Bu jadval. Jadval birinchi oldim. Endi bujun ichidan shuni bosdim. Ma darslar tushunib bo'lganda, Tushunib bo'ldi. hozir nima bizniki qilmoqchi bo'lamiz, ma jadvalniki kamligini tanishlash yoki qo'rniki yoki stonniki kamligini izini tanishlash, ha? Ma jadvalni cho'ngmoqchi bo'lsak, jadvalniki yeniga mouse yig'iga kelgandan keyin hozir mouse 10 soat taqib bo'layotganmi? Mouse'ni chekib 10 ga yoki soat tatmasak bo'ldi. Buni esa qo'yib turdi. Endi jadvalning ustiga mouse birinchi kelgandan keyin bu judni shuni besib jadvalni xosini ochamiz bu yerdan. Bu yerdan jadvalning kengligi 5 santa. Bo'ldimi? Bo'ldi. Yoki bo'lmasa batni umum kengligi 21 sant chiqdi, A4 qog'ozniki 10 santa. Mana bo'lsin. Endi nima ekan? Muhammadning o'zini yig'chik kuzib chalay, Hamda bu aloq ish bo'lsin. Endi men jadval qaramasa, jadvalning xosligida yana boshqa mazmunlar bor. Diqqat qilish tegishmas buni. Hozir buning qazini qanday ekan? Hozir men mazmun bilan jadval ayrilgan. Lekin jadval so'ldiribdi, shunaqa. Unda bo'lsa, men mazmun bilan jadval ayrilgan, jadval o'tirdi bo'lsin. Hozir ustida asl mazmun bor. Jadval o'tirdi. Tushundingizmi? Lekin jadval kichik bo'lsa, jadvalning ikki tarafga mazmun chiqa olmaydi. Endi jadval o'tirib keldimi? O'tirib. Xo'sh. Unda bo'lsa, men mazmun olsa ko'chirib men asla chapay, Mana bo'lsin. Yana men hozirgi jadvalning xosligini yana shuni ochdim. Ochgandan keyin buni qarasangiz, men so'l tarafdan o'ng tarafga o'tdi. O'tdimi? Xo'sh. Endi yana burun asl yo'qoladi, Asl qanday bo'lgan shu holatga. Ana bu yerga qaragan bo'lsak, bu mazmun atrofida
Cezanın tabi mezun var. Mandık. Şanılma. Şuna bu xaslıqni mayan bilish deyishmedimi bu? Endi men so'da asal yo'qlab bo'laversin endi. Keyingisi. Mana nima tur? Qur, shunaqa. Bizmi jadvalniki qurni egizigini 2 son qilib berdi, 2 sonta. Men jadvalni men qurni talab oldik. Talab olgandan keyin bu yanchaki men qurni ochamiz mana. 2 qilib bog'dan so'diq tashladimi? Siz bu yerni yozib bermay. Men bujunni yozsin bo'ldi, men shu joyni yozmay, ya. Bir son qilib qilib bir nimasi internet so'diq. Tashladimi? Tashladdi. Yoki 1 tondan 4 qilib qildi. Bo'ldimi? Xo'sh. Endi har bir stonni ekanligi mana bu. 333. Bundan olsa har bir ston ekanligi 5 santa bo'lsin. Bo'ldimi? Yoki bu yerdan mana ston kirib 4 santa bo'lsin. Bog'lan so'ziq. Yoki 3 ta 2. Mayazdan haya 3 ta 2. Tanishaldimi? Tashladdi. Boshdan boshlash. Anandan keyin bu kadashiniki kanligi. Bu yoqasini usti, o'tira, osti. Bular nima degan vaqtda men bu kadashin ichiga mazmun yozay. Kadashiniki ichidagi kadashiniki egiziga 3 santa bo'lsin, yo'q 2 santa bo'lsin. Men buni hozir kompyuter İngilizce deb yozib oldim. Managa yozib oldim, ha. Yozib olgandan keyin men ma ikki karashni tanlab oldim. Tanlab turib, men shuni bosaman. Qasonchidan o'ttirib beraman degangan ishni. Qanday bo'ldi? Xat o'tirib keldi. Bu mayadim bor. İşte o'ttira osti. Tushunadimi? Uni o'rniga siz mayan ishasini nayda o'jam ishlata olasiz. Bayadim buni to'g'ri hozir bu bayatim. Faqatlam usti o'ttira osti. Ashna bo'pti. Lekin bunda o'ttira usti, o'ttira qismi o'ttira osti. Endi o'ng taraf usti, o'ng taraf o'ttira, o'ng taraf osti. Bu yerda 9 o'rin bo'yicha o'rnashtirib bo'ldi. Tushundingizmi? Tushundim. Xo'sh. Şunun bilan men bu yerga shu joyni tugidi. Endi qor va ston. Bu yerga keldik, ha? Endi biz jadvalniki shojin so'zlab bo'ldik. Buji, ya'ni jadvalni o'rlashtirishdan bu yerdagi mushu 6 rayonun içinden, alt turun içinden yavgın so'zlab bo'ldik. Qonqi yani şu qur va ston. Bundan keldik. Endi bu yerda bizningki so'zlarimiz yana bir boshdan chiqib mangda shanchu yani uchrash. Diqqat qilinglar, ha? Uchrash. Uchrashning ichida 4 xil uchrashlar bor. Yani bu bir jadval bo'lgandan keyin jadvalniki umumiy jadvalning ichida qatay bo'ladi. Qur bo'ladi, ston bo'ladi, yana umum bir jadval bo'ladi. Shuni 4 xil uchirish bo'lmaydi. Tushundingizmi? Tushundim. Xo'sh, ma'nosini biz ma'run chekkandan keyin buning birinchisi shancha deganga, ya'ni qatashni uchirish. Buni birini besatdik. Besatgandan keyin o'ng tarafdan sirbanimni, ostini sirbanimni, o'ngdan sirbansin, ha? Demak, mayazimiz o'chdi. Maya beka oldimi? Xo'sh, shunga o'xshash. Ikkinchisi ston uchirish. Ston uchirish. Buni oldi biz buni nomer qo'ydik, ha? 1 2 3 4 5 6. Yana ma 1 2 3 4 5. Shuna bo'ldi. 3-ston, ikkinchi qurishni va biz bu yerdan 3-dan shanchili, ya'ni ston uchirish. Buni bir metrkandan keyin 3-nomerlik ston o'chdimi? O'chdi. Bunday bo'lsa, yana biz ikkinchi qurda, ikkinchi qo'llangan. Ana bu yerdan
Mana shan chiqqan, yana qo'l o'chirish. Buni besalsak, ikkinchi qo'l o'chdi mayada. Tushunish bo'ldimi? Yana oldinmas qaytib ketdilar. Hamda siz jadal o'chirmoqchi. Jadal o'chirmoqchi bo'lsangiz, jadal bundoq buyog'lar talab o'tirmisizmi? Yoki bu jadalni tanlab, maya birini chekib, kim taqsin, internet ustidagi mazmun o'chirishni uchimizmi? Jadalni chimozini birini chekib qo'yiblar. Mana bu jinoyatdan shanchi kirib, shanchi buyog'man. 5 vasfani o'chirdi jadal. Tushundingizmi? Xo'sh. Endi keyingisi mavlo mavtut hammasi qistirish. Bu nima qistirish desangiz, bular stone quruq qistirish. Bu neda zeyshan fangsharu, ya'ni bu navbatdagi mavzu chekkandan ustiga qistirish. Rasmni qanaqa ekan, qurmikan? Mayda xatni og'irsa, neda xonda bormikan? Ya'ni quruq qistirish, bu navbatda tanlanganning ustiga quruq qistirish. Buni birini chekdim. Chekkandan keyin hozir men mouse ikkinchi qurdan birinchi qurdan araliqqa qurdim birini qistirdi. Tushundingizmi? Xo'sh. Bunimi bir qadam keyin o'tdilar. Endi bu asta qistirish. Zey sharatimi nima edi? Bu nima talag'ani asta qistirdi. Tushundingizmi? Xo'sh. Endi mousening ikkinchi stonda. Bu yer nima deydi? Zeyzo, ya'ni sol tarafga. Buni bir qanday kelmish, ikkinchi qo'l bilan birinchi qo'lni araliq maya qistirdi. Mouse ikkinchi qo'l chekkan. Qistirdimi? Yana keyingisi zayyo, ya'ni o'ng tarafga, buni birimiz qanday keyin men mouse'ni chekkan, mushstoni o'ng tarafiga bir ston qistirdi. Tushundingizmi? Xo'sh. Shuning bilan jadvalning keyin bujuning qurraston maqsimi tugadi. Endi 3-tur xilbin, ya'ni birlashtirish. Buning ichida 3 xil tur bor. Buningdan birinchisi xilmida yangi, ya'ni kadashlarni birlashtirish. Bu qanday birlashtirdi? Biz avval birlashtirmoqchi bo'lgan kadashni tanlab olamiz. Masalan, buning ichidan diyecek yazıp koyduk, adres. Endi adres alem, yer şari, yine Asya kıtası, Cumhuriyet Cumhuriyeti, şunu unutmayın, bir muncha poyezdak adresini yazgan vaqtda patmay qoldi. Eng adresi mushu Şinjan, Palau ülke, Pukuni viloyat, Pukun nahiya, Pukun shahar, Pukuni yeza, Pukun kent, Pukun ish, Pukun qulp degandekchi. Shunga birlashmoq bo'lgan doirani talab etib turib, andan keyin xibindagi buni bassangiz, bu birlashadi. Tushundingizmi? Bu mushu kadashni talab olgandan keyin ustiga moz o'nchaksin chiqirmaydi. Tushundingizmi? Endi ikkinchisi, mana xibinchi ikkinchisi, kayfanda yangi, ya'ni kadashlarni bilish yoki parchalash. Biz men bilashish shunami? Bilashtirdik. Bilashtirib bo'lgandan keyin buni biz parchalamoqchi. Endi biz bu parchalamoqchi bo'lgan kadashchiga mevzusini birlashtirmang, mushu parchalamoqchi bo'lgan kadashchiga mavzuni bir chekib qo'yib turib, kayfanda yangi basdik. Basgandan keyin ston soni 2, qur soni 1. Basqandan keyin asli keldimi? Unda bo'lsa, ma 3-numaralı stonga mashkatakka mayda bunda siz chiqib baqay. Masalanga ma 6-chi o'chirib turib, 6-chi mazmunda. Bu yerga chekib qo'ydim mavzu. Ondan keyin buni bir tesvatda kayfini degan. Chiqsin bo'lsin. Ondan keyin mayaga masalan bir ma'lum jadvalda men jinsini tanlagan yerda masalan yak er ya ayol bo'lsa, erning o'tliga ayolning mana belgirdigan mohiyat ishlatishkim bo'ladi. Endi buni o'zingiz qalay o'ng so'lga ser ishlata olasiz. Tushundingizmi? Xo'sh. Ma kayfini degan tushunish bo'ldimi? Endi biz mana o'ng so'l surdik hozir. O'ng so'l surdik. Buning ichida biz mana 4-so'm bilan 5-so'm oraliqdagi ma'qulni biz o'ng so'l surmoqchi. Sursak, ustidan savolcha shu butun tushsiz qamisi surildimi? Unda bo'lsa,
4'den 5 yaycım qalson, ma asılki ma ikki qurniki ma sizini biz birisini ikkisini mayaga surmoqchi. Buningcha qana qilamiz? Buni mayaga sursak, hamiz biroq surkizdi. Shuning uchun avval bulan talovimiz, talab turib, ham sursak, bu ikkisidan surildi. Masalan, mana yozda. Hamda buni tatib mayaga tasaq bo'ldi. Tushundingizmi? Xo'sh, aman bilib ha. Yana xibin, ya'ni birlashtirishning ichidagi kayfiyat buyoqi, ya'ni jadvalni parchalash. Undan olsa, mavosini mushu 4-qurg'a mavosini chekdim. Chekkandan keyin mush kayfiyat buyoqini birini cheksam, 4-qurning ustidan boshlab 4-qurlarni birga qo'shib, ostiga ayrim jadval chiqib yozadi. Masalan, birinchi paqaya parchaladim mayada. Parchaladimmi? Boşuna şaş. Emne siz kadakçını birleştirin. Kadakçını birleştirin. Yani kadakçını birleştirin. Yani kadakçını çayfın bir yağgıdan bayrağında bilütün. Yağgıdan üstte astığa ayrım. Cedelin birin sizin. Şuna o vakitte bana artık boşluk kaldı o. Yani boşluk üçüversiniz. Ma ikki jadval birlashdi. Buni qanaqa qilamiz degan vaqtda 1 2 3. Mashak tiz 3 chekamiz. Tiz 3 cheksak abza salon to'g'a. Mashak 1 2 3. 3 chekkandan keyin kun taqsin internet ustidagi mazmun 3dan kun qo'ygan mazmun. Shuni birini besarsak 3 demaya. Agar o'chmasa kun taqsin dilni o'chiramiz, ha? O'chdimi? Demak birlashdimi? Birlashdi. Xo'sh, mushuni o'xshash, ha? Hamda 4-si mush jadvalniki bu juzning 4-tur deganga tashlab, ya'ni kadashniki cho'ng'ishligi. Buning ichida nima sizdan yozgan, ya'ni avtomatik belgilash. Bu o'rinni odatda mush mazmun kirgizgan holatda bo'yicha avtomatik repertuardan ishlatiladi, ha? Masalan, mazmun bo'yicha avtomatik chiqib turadi mana o'zi. Chiqdimi? Mush mazmun qancha bo'lsa, kadashni o'lcham farqisiz chiqib turadi. Birinchi tur. Ikkinchi tur, mush kadashni o'zini batniki mabashni mabashgacha o'lcham chiqib turadi. Shunamki, uchinchi tur o'zimiz xohlagancha belgilaymiz. Odatda bu yangi ishlatilmaydi, ha? Hamda yana maya qalsangiz fin buxon fin buli, ya'ni bu yerda qurninki egizligini o'lchamini to'g'rilaydigan ham sutunninki keng o'lcham to'g'rilaydigan mana ikki kuni bor. Xo'sh, undan bo'lsa biz mayaga jadvalni birini sayl, ayrim jadvalni birini, jadvalni silib oldik. Jadvalniki doirasi mancha chiqsin. Bu yerga emas, soni men qisib qo'y hozir. Ozib qoldi degan bo'lsam, soni men qisdim. Bo'ldimi? Masalan, 5 mingdaq yoki 5 mingdaq chiqib qoldi, ha? Mana bo'lgan bo'lsa, umumiy kadashni jadval tanladim. Tanlab olgandan keyin men buji kirib, buni bir bersam, qo'rning egizini o'lchamini to'g'rilab berdi. To'g'rilandimi? Men bir bersam, men stonninki orlig'ini hammasi o'lcham to'g'rilab berdi. To'g'rilandimi? Xo'sh. Bunday bo'lsa, men birinchisi ism yozgan yer olsun. İsm yozgan esa kengroq bo'lsin, ha? Hamda men qavm etishlarni tanlab oldim. Tanlab olgandan keyin men bespersam, bularni o'lcham to'g'rilab berdimi? Mushuni o'xshash, ha? Hamda bu yerga men yozaman. Mesela bakın yazıp aldık. Yazıp aldık keyin bu mazmun o'rin nerede hazır? Kızayninki kadakçınınki sol taraf üstüde. Bu o'rin benim şu chanizma. Buni hammasini kadakçının o'ttirsiga, ya'ni kadakçının kinlikka to'g'rilamoqchi biz mazmunni. Mazmunning doirasi mush kadakçını tanlab olgandan keyin buni birini bossangiz, ichidagi barliq mazmun o'tir to'g'riladi. Hammasi mazmun yozmagan kadakçılarni o'tir to'g'riladi. Anandan keyin mazmun yazsam o'tir chiqaverdi. Tushundingizmi? Tushundim.
Şunun bilan mana dush functionniki maya tugadi. Maya tushundingiz? Ana keyingisi Venus function, ya'ni Yezusning yo'linishi. Yezusning yo'linishi. Ma ustiga men qurdim bilan qilib hozir. Buni misol qilish uchun. Bu qanday bo'lsin negizigi. Bu yerga o'quvchi ismi mayaga yezib bo'ldik. Yezib bo'lgandan keyin xatni o'zi ikki qurishib ketdi. Endi biz bu xatni mag'rur yantolat qilmay, mag'rur qilmay, bir qo'yib turib tuzaydi bitlar. Bundan vaqt qanalimiz mushu kadashni tanlab olgandan keyin men bu jurnalistiki ma'lum Venus function buni bilasiz. To'g'rilandimi? Xo'sh. Mana shu to'g'rilab ishlatish bo'ldi. Tushundingizmi? Undan boshqa buni o'zi ma'lum yemen bujudim bor mayada. Har xil o'rnima bu yerda. Tushundingizmi Yezusning yo'lishini? Men Yezusga qilaman, ha? Men marjanda shundan so'roq turdi. Ana ma'lum samaya yanto yo'lish bo'ldimi hozir? Ma'lumotimiz bu 5 marta o'tdi. Ma'lumotimiz ham nashaga chiqdi. Shunga buni ma'ni ishlatamiz yoki buni ishlatamiz bo'laverdi. Uyg'ur xatga mushmas keldi. Tushundingizmi? Yoki ma'vu. Bu endi asal bu turaversin. Ma Venus function qurilishi. Ma bu jinsida ma Venus function ma'ni ishlatsin bo'ladi. Agar bu yerdan jiqtin topamisangiz ma yemen bujun chiqadi. Yemen bujunidagi bu yerdan batniki mayak chekib tushirsangiz batni yan to'qiladi. Tushundingizmi? Shuni bilan qog'oz yuzni qalayman qiladi. Shunga har ehtimol qarshi amal va jadval ishlating. Mana yemen bujunidagi Venus function nima? Xo'sh, keyingisi Deyonga Biancon. Biz Biancimiya. Mushu Mouse'ni navbatdagi qalamga katak talab olgandan keyin, mushu katakchiniki ramkso degan mushni chekayotgandan keyin buniki dayazunda bo'ldi. Ma har tarafniki, katakchiniki shunliki ramkso. Buni o'zim xohlgan o'rlashib o'tdim. Shuna qilib, üst tarafniki o'rni birmuch o'rin qoldi-ku, ustidan ostiniki. Shunaqa. Üstüniki 2, ostindagi 1. Demak, bu nima ekan? Katakchiniki mazmun bilan mushu mazmunniki orlig'i, ya'ni usti, osti, o'ng so'l taraf orlig'i. Shunaqa. Xo'sh. Dal mana shunday qism bo'ldi. Shuning bilan bujunizga, ya'ni mushu katakchiniki, ya'ni jadvalning va bujuzniki 5-tur duch function tugadi. 6-si shu ya'ni sal ma'lumot. Buni biz makrashani 3 yutib turib, undan keyin qayta bir tafsil to'xtaldi, ha? Masalan, bu yerga jadvalning birinchisi bo'ldik. Xat nusxasi harakat bosimdan bo'laversin. Hamda mayaga A, B, C, D, E, F, G. Buni qo'yib oldim.
degan xarid qo'yay. Tersim bor. Mana natija. Endi biz bu yerdan mush go'ngshini so'zlash uchun shuna siz o'qima jadvalni. Masalan, bunaqa bunaqa o'tirib kompyuterniki 85 Qanun tiliniki 65 İngliz tiliniki 55 Rus tiliniki 45 Hani manınki 25 35 15 45 Manınki 75 5 85 65 Ne bo'ldi? Bo'lgandan keyin nimaga? Mavzu bir chekkandan keyin. Mana go'ngshini bos. Endi buniki formulaniki qaysi ma'vo, formulaniki tushuntirish. O'zi chiqib bergan formula ma'vo. Buniki men tanlagan formulaniki boshlanishi. Som degan o'zi falan o'rinni bugun o'rin kerakcha umum yig'ini tepirdan formula. Tushundingizmi? Tırnak açtık yaptık. Bunun içindeki bu somnunki mezmunu yani somnunki çıkıp bergan dairesi. Bu yerga yazıg'ini qanakan left shunaqa left degan o'zi mushu sol tarafdagi mazmunga chiqib berdi. Mayibini chekib go'ngshini bosqancha mana chiqdi. Buni bir sifatdan demak buning o'quvchiniki 250 ga. Mana shu Endi maya kelgan vaqtda qana chiqdi? Men obuda chiqdim o. Mana obuda chiqdi. Men obu deganning o'zi shu tik qurib o'jmoqda ustilgan bo'yicha. Shunga mani ustik natijani mayaga berdi. Shuning uchun biz buni ayrimsiz deymiz. Ayrimsiz. Mana obu degan o'rniga leftga yetib beramiz. Mana shu chiqdimi? Mana nima ozgan ha? Mushunchash o'ttirchi buniki shu jami natijani qismdan chiqib bo'ldi. Endi undan boshqa yana boshqa so'z bormi yo'qmi bor? Otmuş, 40, 80 diqqat ha. Hozir yana buni misolaylar, mana left bo'yicha. Demak, mana 40 60 100 olamda. Mana 50 shon 100 olamda. 180 qo'sh 200 olamda. Endi men 5 ga 50 ni solmayman. Mayda mayga solay. Jami 180 qo'y mana. Mana solay. Buni solmoqchi bo'lsam, mana solayman. Men orasiga ishga elbetib, men qaysi mana D'sini shuna qo'y. D3 mana bu. D3. D ma 1 2 3 ama D2. 1 3 4 5. D5 kicha. 140 chiqdimi? Bu yerda hozir 160 ma 40 qilib qo'ydi ha. Ayrım yazalım. Deston 3. qur Deston Mau 3. qurmuş şu. Hozir mana necha bo'ldi? Hozir mau ikkisi 110 ma 40 100 falan ekan. Şuna 1 2 3 4 5. Diyesin 6. qur. Buni 140 shuna qo'y. Shuna olganda buni o'zimiz qo'lda chiqarsak bo'ldi. Masalan D 3 ga qo'shimiz D 4 ni
Qo'shimiz D5 ni. Bu vaqtda men formula xato ko'rdim-ku. Endi buni qanday qilamiz degan vaqtda o'zimiz qo'lda qayd etib o'tirdik, ha? Testoniki 3-qurb 2dan ma 40 60 100 80 180 Teston 3 D4 D5 bu vaqtda xato demikin shunaqa. Ya odatda endi qilmasam bo'ldi, yes beramiz. Teston 3-qurb Teston 6-si 1 2 3 4 5 6 bu vaqt yana 140. Mana meni jamoam. 50 dan mana to'g'ri jisto ikkinchi qo'lga bosib qolganda deyman bo'lmagan. Ma tartib nomodras, ha? 1 2 3 4 2 3 4 nafa. D4 155. D2'den D6'ya 195. Odatda buni shu lift mush qimmat bo'yicha ishlasak bir qadar yaxshiroq, ha? Mesela ishlasak bir qadar qulay chiqadi. O'tirsini mana islatib chiqaman. 30-numardan bo'ldi. Mesela mana 50 50 50 50 Buranınki. Yakma o. 100 olsun. Oturuş numarınki hemen şu sonlarına average nispedik. Onun kendi mahkemetke 1 2 3 4 nispedik. Bir biz iyi kema var. Yine şirkette 1 2 3 4 65. 30 numarali mushlar tartib bo'yicha chiqdi. Endi mayada ratlash. Biz modelni talab oldik. Diqqat qilinglar, ha. Buning ichidan mana o'zi kichik jonlar ratlayib turdi. Ikkinchi ton 25-50 kichik jonlar ratlaydi. Endi biz hozir mushu G-Senji degan ston asosidan ratildik. Mana yangi degan ston asosidan yoki boshqa ston asosidan ratilmoqchi bo'lsa, yin tanlab beramiz. Buni jami asosidan ratlab qo'yay, ha. Ammo keyingi mana shu asosidan ratlab qo'yay. Unda biz buni tanlab motor bo'yicha chiqsin. Kichiga ustiga nimaga qalin qon chiqib qoldi, ha. Yana mana shu. Ma formula o'xshash emas-ku, birsiniki average bilan edi. Endi bo'ldimi bu? Xo'sh. Uning keyingisi. Mana jadval bu shu yezning o'zini jadvalga ham yezi qalamtirish o'rni bu. Buning bilan Word'niki shu jismi bu jism tugadi. Tushunch bo'ldimi? Endi chorot tizimining ichidagi birinchi, ikkinchi turlar tugadi. Yana jadval tugadi. Davomi 3-tur har xil rasm ham diagramma o'rni. Xo'sh.
Bundan biz ma jadvalni 3 yurib turdi, ha. Hamda bu charoz ma charozning ichidagi 3-tur shato ya'ni rasm qistirish buning ichida to'pyam bu yerdan kompyuterimizdan rasm mavjudini eklashga bo'ldi. Masalan, buni bosgandan keyin mavjud ishram chiqdi. Buning ichidan qolgan rasmni tanlab charon bossak kompyuterimizga qistirib ishlashga bo'ldi. Tushundingizmi? Mush rasmning o'zining ayrim go'shi chiqdi keyinda. Endi mush rasmningki go'shisini bir so'zlab bersam, endi bu rasmning go'shi yani keyingi shakllari, har xil nusxalari siz mush mouseni rasmni ustiga chekkan vaqtda, yani rasm tanlagan vaqt chiqadi. Bo'lmasa mouseni siz maqsad chekkan vaqtda bu yer chiqmaydi. Tushundingizmi? Tushundim. Xo'sh. Unda olsa bu yer 1 2 3 4 5 rang bo'lingan. Bunun birinchisi diyorjin yani belleş. Bunun ichida bu yer yo'riqliq, rasm yo'riqliq. Diqqat qiling, ha. Qarang'i qildigan, yo'riqliq. Andan keyin ikkinchisi bu rasmning ochiq tus holati. Shunisi rasmning rang shakli. Mavi zudun o'zining asl holati. Rangsiz rasm bo'lsinmi, rangli rasm bo'lsinmi, rasmning asli qanday bo'lib shubha turdi. Ikkinchisi rangsiz rasm. Üçüncüsü qapqara. İkincisi kulrang, üçüncüsü qapqara, to'rtinchisi ma'nodagi mushkilot chiqdi mana. Tushundingizmi? Tushundim. Xo'sh. Endi navbatga mush rasmningki cho'nlig'i balki mana 500 cho'ng bo'lishi mumkin. Siz nihoyat cho'nglikki kengligi mancha-mana, egizgi mancha-mana rasmni qilsangiz-mi, Wordningki xizmat yuziga ashpeti rasm shubbat o'rlashib chiqadi. Bu yerda mush rasmning ustiga mouse o'ngini chekkandan keyin shu yerda turgan go'shi buni bosamiz. Buni besib ma dashavunchidan qaraydigan bo'lsak, rasmningki hozir cho'nligi 43% shunami? Agar 100% qilib olsak, bu rasm nihoyat cho'ng keladi. Masalan, 100 yozib intermasliq. Rasm nihoyat cho'ng keladi demak, belki patmadı kendini. Tushundingizmi? Tushundim. Bunu asli qadriydilar. Hozir mana so'lsaqmi? Mana rasm tutildimi? Tutilmadi. Yo'q. Unda bo'lsa mayda ikki tur bor, ha? Bunun nima birisi rasmni asli qaytarish. Rasm qanday shu holga qaytarish. Mana aslinqisi. Cho'ngish to'pyan. Mana ustikisi yozib to'pyan yani rasmni preslash. Buni birinchi ko'rdik. Rasm ma o'ziniki ma vibolata preslandi. Endi rasmni cho'ngib boqadi. Cho'nggandan keyin azroq g'oliq bor bunda. Farq bor. Mana qarsin bo'ldi, mana paqirgan ma unchaga qarsin bo'ldi. Xo'sh, mushu talashtirish bu. Endi diyorjin tugadi. Endi keyingisi soya. Say babam keyinde. Xo'sh. Bunda bo'lsa biz mana sayni elbetli. Hamda biz ma'lum bir sayni o'rlashtirdik. Ma'lum bir sayni tanlab olgandan keyin bu yerdan sayninki o'rnini o'zini belgilash bo'ldi. Tushundingizmi? Tushundim. Bunu sayni elbetli. Ana üçüncüsü Biencon. Mouse Biencon nima ishlamaydi? Amniyatda rasm atrofida Biencon ishlaydi. Ya'ni ramka ishlaydi rasm atrofida. Lekin mouse zudun qancha avtomatik almashtirish ma'nodan birinchi turda ba'zan ishlamaydi. Shu ikkinchi tur. Buni tanlab beramiz. Birinchi turda siz rasmni o'zing ixtiyorlatda qalay yuklaymaysiz. Tushundingizmi? Buni nima ikkinchi turni tanlab olsangiz rasmni o'zini qalay yuklab ish qilaysiz. Ham bu yerdagi mavi ramka ishlaydi, ma Biencon ishlaydi. Bundan ma rasmning atrofiga ramka ko'hranlik bo'lsin. Siziq, to'maroq bo'lsin. Chiqdimi?
Muşun aşağısını buldu ha. Sızığın şekli mayada. Amde biz bu ramkini yo'qotmoq için qanday qilamiz? Mayadga to'piyan biyan degan ma'nosiki, mau biyan besi bundan bun besiz yo'qaydi. Tushundingizmi? Xo'sh. Amde bundan 4-rayon o'rinlashtirish. Bayatni siz jadvalni o'rashgan ko'rdingizmi? Masalan, mana bu resim. Resimning ustida siz mazmun bor. Biz mayga avval qachazlar, ha? Mesela makat yezib oldik. Buni ko'chirib, chiqchiq chap bo'lmaydi. Resimning ustiga yozilib bo'ldi. Tiksam qustursiz. Bilmagan qustursiz. Dayanchi rangli fotodan chiqdi. Resimdeki sayın olarak ağamdaki yüz banga erkekten oldu. Ya ularga qilolmaydi. Lekin xatning nima bo'ldi? Diqqat ha. Biz bu resim tanlab oldik. Bu resimni sal kichikroq qilib qo'ydim. Bo'ldimi bu? Endi buni men go'shiz qasini o'rashib qaraman vejiga. Buni nima birinchisi resimninki mazmun resimning ustida ham ostida tutsin. Yana qalin o'ringa urash ish bo'ldi. Batning ustiga, batning o'ttirg'a nimani tushundingizmi? O'ng tarafga yoki mazmunni o'ttirsa, yoki mazmunning kindikka. O'ng taraf, so'l taraf, osti, masalan mana bunaqa. Mana tushundingizmi? Xo'sh, mushu. Endi biz rasmni yana qistirlar. Bunimi Ma'tun talab berib mana bo'ldi. Ana bu ishkisan qaysi ustida shunaqa. Men ostiga men yubrim rasm ustiga chiqamoqchi bo'lsangiz, ma'lo bekana sanasa, mush qavatning ustiga asib keladigan narsa ma'lum. Tushundingizmi? Fotojibniki men o'ng tarafda to'sinda bir rayon bor, bir ko'znak. Aşağıda har bir qavat ayrim ustiga yukab chiqamiz, lekin bunida mushu o'rindan talaymiz. Bundan olsa men resimni yana qistirman. Resimni yana bir qistiray, ya. Endi buni men oldiga chiqay. Bir qadam, yana ikki qadam shunaqa. Yana asıl yana bir qadam, yana ikki qadam. Endi mayada men shoyi to'sin degan ichida buni bitasam bu eng ostida. Bundan o'z men bizimcha shu bir qadamdan eng ostiga chiqish bo'ldi. Tushundingizmi? Men qadam bo'yicha ostiga, men bir qadam bo'yicha eng ostiga. Tushunib bo'ldimi? Xo'sh. Hamda men sizning qachonki buniki qanday rollar bor desangiz, buning rol ham so'zlaymiz yana. Faqat men orttirasini uchib o'tlay, ha. Tanlab kontaktni deb yozdim. Ma'to talansin yoki ma'talansin yoki bu talansin yoki ma'talansin. Resimni xat bormi? Demak, resim xatni tartib ketdi. Bu vaqtda siz resim tanlayolmaysiz. Yoki ma'qulat bo'lsin, bo'lat bo'lsa, men xat hech qanday ta'sir uchirmaydi. Joy turib yerda xatning ustiga resimni bosib qo'ydik, ya'ni xatning ustini resim bilan yeb qo'ydik degan gap. Tushundingizmi? Mo'shonshash alashtirulur bor. Sonda resim üstüne xat orqada qilamiz mumkin. Ha. To'g'risi degan. Ya yana Masalan, mak. Hozir men xat ko'rdim, ha. Ana bu vaqtda men resim, men xatni tanlaysiz. Xatni tanlashga bo'ldi. Resim tanlayman so'ng bo'sh yer bo'lsa, bo'sh yerni tik tanlasam bo'ldi.
Tushundingmi? Ha, resimda yüzlük xatni o'zidan mumkin aqran o'zgartirgan. Bo'ldi. Shu birdan mushtayirni tanlab, birdan beramiz. Her bir onun bir talayımızda. Ha. Hozir bevosita mana bo'ydimiz. Qani mayaga bo'yib olsangiz, aqlasa maya ko'rmaydi. Shuning uchun mayani bo'yib oldik, kun taqsin. Ha, maya bo'yib oldik, ha? Kundasin konjon destura buni arlab bo'yash qilib bo'ldi. Özüne desteklerdi. Endi bu yerdan xatlar rangini oq qilib o'tla. Bor esimda. Ha? Xatning uyi oqsa, Bunlar sen bunlar ketmeniz ko'payadi. shunaq. Başka bir asagan mekin normal ko'radi. Endi mana xatni mana bu gazetasiz xatni azroq. Mana rasmda shuni aytasam bo'ldi. Tushundingmi? Bunun başka amal yok bu vaqtda. Fotoğraf olsa, aş yo'q xat olsa, xatniki yerim bilan xatniki 30 shundan dairga bilan xatni yezg'ilib rasmlar qildilar. Buniki bir tarafni bir rang bilan qilishga bo'ldi. Ha, endi. Mana rasm joyiga kelaymi-da.